Assalomu alaykum hammaga. Mashinasini yangi olgan, endi shopirlik sohasini o'rganayotganlar bo'lsa, hozir bitta foydali ma'lumot aytib o'taman. Mashinani ertalab o't oldirayotgan payti tanasiga ahamiyat qilamiz. Mashinani ochamiz. O'tiramiz. Mashinani shunday qilib birdaniga kalt shunday tiqib zavod qo'rmaymiz. Ochamiz shunday tiqib birinchi положение, ikkinchi положение kutib turamiz. Bo'ldi, benzonos ishlab bo'ldi, endi o't oldiramiz. Bo'ldi. To'g'ri o't oldirish shunaqa bo'ladi. Bir xillar endi ko'p shunaqa savol taklif tushyapti. Endi buni juda ham ko'plar tushunadi. Bu video tushunmaganlar uchun shunday kelar ekanda, shuni kalt tiqib shuni zavod qilar ekan. Bu ertalab zavod qilish xato, chunki benzonossiz ishlaydi. Ishlagandan keyingina qo'shish kerak. Keyin yana bitta savol tushadi mana. Taxometr birga turibdi. Qiziydiganini qanday bilsak bo'ladi deydi, mashinani qiziganini. Taxometr hozir birga turibdi. 0 da oldiga keladi. 0 da oldiga kelgandan keyin pastga tushadi taxometr. Mana bu o'rtadagi chiziq bor-ku, mana. O'rtadagi chiziqqa tushgan payti mashina to'liq qizigan bo'ladi. O'rtadagi katta tayoqchaga. Mana bu 3 tadan tushadi. 3 tadan tushgandan keyin o'rtada tayoqchaga tushadi. Tayoqcha tushgandan keyin bemalol haydayversak bo'ladi. Mashinamiz to'liq qizigan bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, Cobalt borlarga tashlab qo'yamiz. Endi mashinasini olgan bo'lsa, shu yaxshi maqsadda foydalansak bo'ladi. Cobalt mashinasi borlarga tashlab qo'yamiz. Bilmaganlar uchun juda ham yaxshi eslatma. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar, shu kerakli ma'lumotlarni berib o'tishlikka harakat qilamiz. Ko'pdan buyon ishlamayotgandik. Sog'likda sal muammo bo'lganligi uchun endi ishga chiqa boshladik. Bemalol telefon qilib kelaversangiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat.